Bir kunda 5 mahal namoz o'qish farzdir. Bular: bomdod, peshin, asr, shom va xufton namozlaridir. Namoz farz, vojib, sunnat, nafl kabi turlarga bo'linadi va deyarli bir xil o'qiladi. Ular o'rtasida asosan ikkita farq bor. Birinchisi niyatda, ya'ni farzga farz, vojibga vojib, sunnatga sunnat, naflga nafl deb niyat qilinadi. Ikkinchisi vojib, sunnat va nafl namozlarining barcha rakatlarida Fotiha surasidan so'ng kamida bir oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorda qiroat qilinadi. Buni zam sura deyiladi. Farz namozlarining birinchi va ikkinchi rakatlarida Fotiha surasidan so'ng zam sura qiroat qilinadi. 3-4 rakatlarda esa Fotiha surasidan so'ng zam sura qiroat qilinmaydi. 5 vaqt namoz rakatlari bo'yicha quyidagicha taqsimlangan. Bomdod namozi 2 rakat sunnat va 2 rakat farz. Peshin namozi 4 rakat sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnat. Asr namozi 4 rakat farz. Shom namozi 3 rakat farz va 2 rakat sunnat. Xufton namozi 4 rakat farz, 2 rakat sunnat va 3 rakat vitr vojib namozlaridan iboratdir. Namoz vaqti kirganda tahorat bilan libosning pokligiga e'tibor qilgan holda joy namoz yozib qiblaga yuzlaniladi va namoz uchun niyat qilinadi. Shu o'rinda namoz vaqtiga qisqa sharh. Har yili namoz vaqtlarini bilish uchun maxsus yillik taqvim chop etiladi. Mazkur taqvim orqali kundalik 5 vaqt namozning vaqtlarini bilish mumkin. Qibla deganda Makka mukarramadagi Ka'batulloh tushuniladi. Namozni Ka'ba tarafga qarab o'qishni Alloh taolo Qur'oni Karimda farz qilgan. Bizning diyorimizda qibla quyosh botar tomonga qarab belgilanadi. Namoz 2, 3 yoki 4 rakatli bo'ladi. Yuqorida aytilganidek, namoz o'qish uchun avval niyat qilinadi. Niyat qildim, bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. Shuni ta'kidlash kerakki, sunnat namozi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Ayollar esa erkaklardan farqli ravishda qo'llarini quyidagi holatda qo'yadilar. Avvalo sano duosi o'qiladi. Sano duosini siz tasvirda ko'rib turibsiz. Qaysi unlining ustiga chiziqcha qo'yilgan bo'lsa, o'sha unli cho'zibroq talaffuz qilinadi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasi o'qiladi. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng Qur'ondan kamida bir oyat uzun yoki 3 oyat qisqa miqdorida qiroat qilinadi. Buni zam sura deyiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham
3 marta subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Ayol kishi esa chap yon boshini yerga qo'yib, ikkala oyog'ini o'ng tarafidan chiqargan holda o'tiradi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. Tashahhud quyidagichadir: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. So'ngra salovat o'qiladi. Salovat quyidagichadir: Allahumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salovatdan so'ng duo qilinadi. Quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Allohumma ighfirli va li validayya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rohimin. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi. Bomdod namozining farziga esa quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim bomdod namozining 2 rakat farzini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bomdod namozining farzida Allohu akbar deb aytiladigan takbirlarni, Qur'oni Karim oyatlari qiroatini, Sami'allohu liman hamidah kalimasini va namozdan chiqishdagi salom lafzlarini ovoz chiqarib o'qiladi. Bulardan boshqa barcha tasbih va duolar ovoz chiqarmay ichda o'qilishi vojibdir. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasi o'qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng Zam surasi qiroat qilinadi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Allohu akbar. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Shu bilan namozning 1 rakati ado qilingan bo'ladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tikadakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi.
Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Ikkinchi sajdadan so'ng o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Ikki tarafga salom berilgandan so'ng bomdod namozining 2 rakat farzi ado qilingan bo'ladi. Erkaklar namozni jamoat bilan masjidda ado qilishlari sunnatdir. Zero hadis sharifda jamoat namozi yolg'iz o'qilgan namozdan 27 barobar darajasi baland bo'lishi qayd qilinadi. Bunda farz namozlari imom boshchiligida o'qiladi. Imomga ergashuvchilar niyat oxirida ushbu imomga iqtido qildim deya qo'shimcha qiladilar. Ayollar namozni uylarida yolg'iz o'qishlari